$200'ga qo'yib bering shuni. Bo'l, boshqa gapirmayman. Ha, Aka, bunisi bunimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 67 ming yurgan. Top toza Richtopga pitno, yong'oqchaligan Richtopga 11,5 dan 11,300 ga tushgan edi narxi. Endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, bank holatda bo'ladigan bo'lsa $1,200 ga tushgan edi. Endi gapiringchi ukajon. bitta gapiring. 11,300 ga tushgan edi. Bir kunga qo'ydingiz buni kecha kuni. Buni ham mana o'zi ko'rib turibdi. Aka, Kraskasi yo'qligini aytib ketyapti. top toza pachka, cho'rnis chiqib qoldi. Bitta ena bolaga sotuvdik qo'ydik. Mana qaranglar akalar, haligini konserva banka kraskasi bor, ande manda deyotgan aka-ukalarga tegishli bu gap. Hali o'zimizga haligini tasdiqchilarga emas, ana shunaqa negativchilar aka-ukalarimizga tegishli. Kraskasi umuman yo'q, tozaga kelishyapmiz, kim bilan bo'lsa ham. Toza mashinamiz, to'g'rimi? 23-yil ishlab 23-yil. Ha. Endi ayting narxini. Keling, necha pul yo'q? 11,300 ga qo'yganmiz. Hop, 1000 ga qo'yib beryapsizmi, hozir necha pulga qo'yapsiz? Yo'q, hali qo'yganim yo'q. 1,200 ga qo'yilgan edi. To'xtang, qo'yib berish uni u yoqqa xalq biladi aka. Necha pulga qo'yib berasiz? Banka bo'lsam, Ha, banka bo'lsa. banka oladigan bo'lsa $900 ga qo'yib beraymi? $700 ga qo'yib bering aka. 500 ga ursamisiz? 300 ga ursammi aka? Bor baraka. To'xtang, shu qilganingizga aka. Bir kunga haq tomonmi? Rasa unamasa mana men yanimdan shuni beraman aka. Mana aka. $100 men sizga berib qo'y. Siz to'ying. Oldin. Xalqqa bo'lishi. Oldin. Endi eshiting. Endi eshitinglar. Kimga sog'oradi? Aka, aka. bir kunga $200 ga qo'yib bering shuni. Bo'l, boshqa gapirmayman. Bir marta gapim oldi. Yuzini oldim. Yuzini berdim. Yuzini oldim. Sizlar uchun. $200 ga qo'yapman. Sizlar uchun aka mana ukam xalq tomon 67 ming yurga top toza. Gazlarigacha konditsioner, ABS hamma yo'qi bor. Top toza pachka mashina. Mana deysiz. Berdingizmi aka? Berdim. Mana birinchi kelganda men baraka kim bo'ladigan bo'lsa haloli bo'lsa $300 ga sotdim deb hisoblayman. Sababi $200 Yuzini berdim akamga. Ukam $100 ni beryapti. Pulli bo'lsin, yaxshi kunga minsin, kimga bo'lsa ham. Sizlar uchun baraka qilib qo'y. Bor $200. Bunisi bo'ladigan bo'lsa